بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر Sübhi bilen, Zulhacının deslepki 10 keçisi bilen, Kurbanlık günü bilen qasamki kafirlağa azap kılımız. هل في ذلك قسم لذي حجر Akıl ilgisiga bunun da yani yuqorqi narsalarda qanoatlanarlik qasam bormi? ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد Rabbingning Ad kuchlik Iramni qandaq jazolaganligini ko'rmidingmi? التي لم يخلق مثلها في البلاد Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Shuningdek, Vadi Qurada toshlarni kesib uylarni bino qilgan Samudni Allah qandaq jazoladi? وفرعون ذي الأوتاد Shuningdek, qo'ziqlar egisi Fir'avnni qandaq jazoladi? الذين طغوا في البلاد Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. فأكثروا فيها الفساد U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. فصب عليهم ربك سوط عذاب Rabbing ularga qattiq azobni nozil qildi. إن ربك لبالمرصاد Rabbing bandalarni albatta kuzatib turg'uchidir. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Rabbi insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Rabbim meni aziz qildi deydi. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن Rabbi insonni sinab rizqni tor qilsa, u Rabbim meni xor qildi deydi. كلا بل لا تكرمون اليتيم Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. ولا تحاضون على طعام المسكين Bir-biringlarni miskinga oshnon berishga targ'ib qilmaysizlar. وتأكلون التراث أكلا لما Mirosni halol harom demasdan hadab yeysizlar. وتحبون المال حبا جما Molni hirislik bilan nihoyatda do'st tutsizlar. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Ey g'afillar, buningdan yeninglar. Zamin orqama-orqa tavritilgan chaqda وجاء ربك والملك صفا صفا Rabbing kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chaqda وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Günahkarlarni ko'rish uchun jahannam keltirilgan chaqda shu kunda inson, ya'ni kafir dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganning uningga nim foydasi bo'lsin? يقول يا ليتني قدمت لحياتي U aytadiki, koshki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Shu kunda hech kim Allohga osiylik qilganlarni Allah jazolagandek jazolamaydi. ولا يوثق وثاقه أحد Hamda hech kim Allah bağlagandek bağlamaydı. يا أيتها النفس المطمئنة Ey aram tapqıcı can, ارجعي إلى ربك راضية مرضية sen Rabbingdan memnun, Rabbing senden razı bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin.
فادخلي في عبادي Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgin. وادخلي جنتي Mening jannatimga kirgin.